Akajon, Damas Labo mashinasini yangi olgan bo'lsangiz, 3000 kilometrgacha zavodskoy moyni almashtirasiz. O'rniga 1,5-2 krug bo'lgancha 5x40 SN klassdagi sintetika moydan quydirasiz. Sintetika moyi 1,5-2 kruggacha ishlagandan keyin minimalniga tushishi mumkin urmin, minimaldan sal pastroqqa tushishi mumkin. Undan keyin o'ngga 40 ga o'tiladi. Keyin yana moy yemasligini boshlaydi. Yana o'sha urvinga yaxshi holatga turadi. O'ngga 40 dan keyin 3 krug, 3,5 krug bo'lgandan keyin sal moy kamaytirishni boshladiki, 15 ga 40 soladi. 15 ga 40 ni ham solgandan keyin moy kamaytirish holatlari yo'qoladi. Faqat bitta kasali bor, Damaslarni klapan tortish kerak bo'ladi. Har ikkita zaminni birida ustaga keltirasizlar, klapanlaringizni tortib turadi. Vaqti bilan shunaqa motorlaringizni uzoq muddat xizmat qilishiga sababchi bo'lasizlar. Formula 5x40 SN klassdagi sintetika moyi 7000 km yurib beradi. Liniyaga yuradigan yoki firmaga ishlaydigan Damas haydovchilari yoki Labo haydovchilari uchun juda qulay. Sababi 3 litr moy hamda filtrlar bilan 160 ming so'mga tushadi sizlarga. Kesalari chiroyli qilib almashtirib beramiz. Shu brendni o'ngga 40 SL klassdagi moylariga 6000 km probeg yozib beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, filtrlar bilan 130 ming so'm chiqadi. Qo'shimchasiga mana bunday Suxoy tumanlarini salon qismiga sepib beramiz. Bu bir oy davomida sizga saloningizda xushbo'y hid taralib turishiga sabab bo'ladi. Buni bonus sifatida bepul